Qo'qon shahar hokimi yoshlarning ijtimoiy muammolarini hal etish choralarini ko'rmoqda. Xususan, bugun davlatimiz rahbarining tashabbuslariga asosan Yoshlar kuni deb e'lon qilingan payshanba kunida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi doirasida Qo'qon shahar hokimi Qo'qon 2-son texnikumiga tashrif buyurib, bu yerda yaratilgan shart-sharoitlarni o'rgandi. Farg'ona viloyati kasbiy ta'limni rivojlantirish va muvofiqlashtirish hududiy boshqarmasi boshlig'i To'ychiboy Boymatov hamrohligida Qo'qon shahar hokimi ta'lim jarayoni va kasb-hunar ustaxonalari bilan tanishdi. Qiziqishim shu texnikumga kirganimizda ustozimiz o'zlari Umidaxon ustoz qiziqtirib shu narsalarga yo'naltirishdilar va hozirgi holatda sovunli gullar, monchoqdan sumkachalar, keyin mana shunaqa momog'i nimalardan simlardan gullar yasashni o'rgatishdi. Undan tashqari tikuvchilik mahsulotlarini tikkizdirishyapti, buketdan gullar qilyapmiz. Yoshlar bilan bo'lib o'tgan muloqot chog'ida Qo'qon shahar hokimi bildirgan taklif va murojaatlarni o'rganib, mutasaddilarga masalalarni hal etish yuzasidan vazifalar belgilab berdi. Ulug'bek Narboyev, Angelina Melixova, Qo'qon shahar hokimligi axborot xizmati uchun. Muloqot juda ham mazmunli va foydali bo'lib o'tdi. Men bugungi muloqotimizda dizaynerlik yo'nalishi bo'yicha ko'proq tadbirlar o'tkazishni va yosh qizlarga yangi imkoniyatlar yaratishni taklif qildim.